Hozir hammada oldin eshak arava edi. Hozir lekin hammada mana bunaqa motokultivatorlar paydo bo'lib qoldi. Gap yo'q, lekin odamlarning yurishini yengil qilyapti. Ana yerda muraviy o'tib ketyapti. Qishloq sharoitiga shuda texnika. Mana bizda hamsiyalar ham qishga tayyorgarlik ko'ryapti. YouTube uchun olyapman o'zi aka. Eslab yurasiz-da, necha yosh bo'lganingizda shu ishlar qilganingizda nevaralaringizga aytib berasiz. Haligi diskka saqlab qo'ysangiz, disk qirilib chizilishi mumkin. YouTube'da turaveradi bunaqa videolar. Ota-bolalar ham mehnat qilib yotdi bu yoqda. Hali ortsalaringiz bo'ladi-ku, tortib ketilmaydimi? Sinab ko'ramiz. Sinab ko'rasizlar. Ortda qoladi, ertalab ketayapti. Hozir mana shu 7lik shuni tortib ketishini videoga olmoqchiman, seriozni. Tortolmagan yo'qmi ekan? Og'ir emas-ku yuki. Va qo'yib yarim qani o'zi chiqib ketaman. Babu kuchsiz ekan, lekin eshakdan yaxshi. Eshak aravadan. Tekis ko'chada bemalol tortib ketyapti. 7ligi motokultivatorda.